Assalomu alaykum. Ko'p insonlar orzulariga oson erishishni xohlaydi va bunga juda ham ko'p harakat qilib ko'rgan. Ba'zilariniki o'xshagan, ba'zilariniki o'xshamagan. Ba'zilar esa qandoq qilsa bo'ladi, boshqalar qanaqa qilib erishyapti deb hayron bo'lgan bu narsaga. Men kuzatdim. Orzulariga oson erishayotgan insonlar ongidagi to'siqlarni oson yechimini topgan insonlar bo'lib chiqdi. Va bunga qandoq qilib mana kurs va kurslar ketidan kurslar ulandi. Va bilasizmi, oddiygina o'qituvchidan 3 oy ichida shaharni Toshkent bir etajdan Nesvandan uy oldim. Va eng so'nggi rusumdagi mashinani ham ketma-ket ola boshladim. Balkim sizga bu yolg'on tuyular, lekin men yaqinlarim buni yaxshi bilishadi. Demak, orzularga erishish uchun qilinadigan texnikalar va amaliyotlar hammasi ishlar ekan. Men buni juda ham o'zimda sinab ko'rib, keyin sizga aytibman. Bundan tashqari har yili nechtadan sayohatlar va shogirdlarim, o'quvchilarim hammasida katta daromadlarga chiqish, oilaviy munosabatlarning yaxshilanishi, hamma natijalar shunaqangi tez va ko'p kelishni boshladiki, va men bularni boshqalarga ham ommaviy tarzda aytishga qaror qildim. Demak, o'zimni tanishtiraman. Men Gulnora Sobitova, psixolog, filolog, hozirda esa ong osti dasturchisi, gipnoterapevt, ongni qayta dasturlash bo'yicha mutaxassisman va juda ham ko'p natijalarga erishganman. Demak, biz har doim hamma narsani orzu qilsak bo'ladi, faqat buni to'g'ri texnikalar orqali amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Men ham o'zimni boshida oddiygina o'qituvchi bo'lib yurgan inson sifatida, qachon men uy olaman Toshkentdan, qachon men chet elga har oy chiqaman, qachon hamma orzularimga, mashinaga, hamma narsaga erishaman, qachon ota-onamni umraga yuboraman degan niyatlar bilan yashar edim. Ammo menga Alloh shunaqangi kuchli so'radimki, u menga yo'lni ko'rsatdi. Agarda hozir siz ham meni ko'rib turgan bo'lsangiz, nimanidir so'rab, qidirib yurgan bo'lsangiz, javobni qat'an topish bilmayotgan bo'lsangiz, demak ayni muddao. Demak, siz noto'g'ri joyda emassiz. Bu videomi sizga tushibdimi? Demak, siz o'rningizdan turish va unda o'xshabdi-ku, menda ham o'xshaydi degan fikrga kelishingiz kerak ekan. Chunki hech narsa tasodifan bo'lmaydi. Men ham bundan ro'parosa 5 yil ilgari shunaqangi holatda edim va menga birgina webinar tashlashdi va shu webinarga kirib bir ustoz juda ham kuchli ekan deganda shunchaki kirganman. Va meni orzularim bu qadar o'zgarib, bu qadar yetishib, tezlashib ketishini men o'sha ustozni o'qiganimdan keyin o'zimda bildim. Va bugungi kunda o'zim ham ustozman va 9-potokni ochyapman shogirdlar kursini va bundan boshqa yana kurslardan ham juda ham ko'p mualliflik kurslarim bor. Keling, men ham sizga bitta ishlaydigan natijalardan, natija beradigan bitta texnikadan beraman. Agarda siz chin dildan xohlasangiz, sizning yo'llaringiz ochilishi boshlaydi. Va sizni aynan o'sadigan, paytingiz kelgan bo'lsa, butun yo'lingiz ochilib ketadi. Siz faqatgina yashil chiroqni ko'ra bilsangiz bo'ldi. Yashil chiroq qanaqa bo'ladi? O'sha narsaga birdaniga to'lov qilishingiz uchun pul keladi yoki birdaniga kimdir sizni yo'lingizni ochib beradi yoki o'sha joyga chaqirishadi. Mana shunaqangi anglashlarni, ya'ni belgilarini o'qiy bilishingiz kerak. Texnikaga o'taman. Agar siz qattiq xohlasangiz biror narsani ayting. Ey Allohim, men bu narsaga erishishni juda qattiq to'g'ri yo'l bilan. Ammo bunga qaysi yo'l bilan borishni bilmayman va sendan so'rayman. Meni yo'llarimni shunaqangi xayrli qilib ochganki va men bu yo'lda, seni izningda bu yo'lda yurishni davom ettiring va menga oson, yengil mana shu narsaga erishtirgin. Bu hattoki duolarda ham bor. Psixologiyada ham bor bu narsalar. Shu narsani aytasiz va harakatingizni qilaverasiz. Endi meni usulim haqida gaplashamiz. Aynan raskopka kovlashtirish orqali
biz istalgan mavzudagi muammoni yecha olamiz. Aytaylik, mashina ola olmayapsiz. Qachondan beri mashinaga pul yig'asiz, ammo mashinaga ayni yetib keldingiz deganda yo o'sha pulni kimdir olib qo'yadi, yo uydagilarga pul kerak bo'lib qoladi va yetisha olmaysiz. Yoki bo'lmasa uy. Aynan uyni olaman deysiz deb pul yig'asiz yoki sizniki imенно sizni pulingizga qarab qolishadi yoki sizga kelganda qimmatlashib ketadi yoki siz yig'ayotgan pul o'g'irlanadi. Bu ham aslida sizni o'ng ostingizdagi uy olishga, mashina olishga bo'lgan qo'rquvlar o'rtoqlar. Buni qattan bilasiz deyishingiz mumkin. Men juda ham ko'p mingdan oshiq mijozlar bilan shaxsiy sessiya konsultatsiyalarimda ishlaganimda aynan shu bloklarni yechganman. Keling sizga shundan bittasini aytib beraman. Bir ayol uy ola olmayapman, 10 marta pul yig'dim, lekin ola olmayapman deb menga sessiyaga keldi. Va uni o'ng ostini kovlab ko'rganimizda u yolg'iz ayol bo'lganligi uchun uy olsam alohida chiqishimga to'g'ri keladi, ya'ni onamnikidan ketishimga to'g'ri keladi va men qo'rqaman onamnikidan ketsam deb turgan holatda uy olishni o'ng osti podsoznaniya to'sib qo'yadi va ayni yiqqan paytda puli ketib qolaveradi. Bunga o'xshagan sabablar yana juda ham ko'p. Pullarga ochilish ham xuddi shunaqa. Agarda sizni o'ng ostingizda katta pul faqatgina $1000 bo'lsa, sizga faqatgina $1000 keladi o'rtoqlar. Undan oshig'i kelmaydi. 1000 chiraning, 1000 qatlagadir borib ishlang, 1000 katta biznes qiling, siz bankrot bo'laverasiz. Chunki sabab sizni o'ng ostingizga bir paytlar qachonlardir menga katta pul kerak emas, qo'rqaman katta puldan, falonchi dodam katta pul bo'lganda quloq bo'lgan yoki falonchi amakim juda ham puldor lekin kibrli, men simida hech kimmi degansiz va boylardan nafratlangansiz va shuning uchun o'ng osti buni tushunmaydi. Demak, boylik yomon ekan, seni nafratingni qo'zdiryapti. Demak, senga ham boylik olib kelmayman deydi. Va shu orqali siz boy bo'la olmayapsiz o'rtoqlar. Men o'zimni ongimdagi mana shunaqa qo'rquvlarni yengib, ochib tashlaganimdan keyin ishoninglar, meni daromadim o'sha paytning o'zida sirazi ko'tarildi va men uy olganman. Va bitta menda emas, hattoki mijozlarimizda ham shunaqangi natijalar juda ko'p bizani. Hattoki uy mashina olish kursimizda o'quvchilarimizga 14 ta mashina kelgan. Keling sizga ham bir texnika beraman. Men qizg'onchiq emasman, bo'ladigan gapdan gapiring deydiganlar bor, eshitib turibman hozir. Keling texnika beraman va siz menga rahmat aytib, mana shu kommentga yozib yuborasiz. Amin deb ketasiz va shu narsa amalga oshadi. Demak, qog'oz olasiz, qog'ozga uy olmoqchisiz yoki daromadingizni ko'paytirmoqchisiz yoki mashina olmoqchisiz, to'g'rimi? Siz chap tarafga mana shu masaladagi sizni qo'rquvlaringiz, fantaziyalaringiz, illyuziyalaringizni yozib chiqasiz. Masalan, uy olish juda qiyin. Mashina olsam avariya bo'lsa-chi? Yoki bo'lmasam pulim ko'payib ketsa ortimdan o'g'ri tushsa-chi? Yoki bo'lmasam menga buncha pul bo'lsa hamma mendan qarz so'raveradi keyin degan mana shunaqangi ichimizda yotgan ani qurtlar bor-da, endi qo'pol qilib aytganda shunaqangi qurtchalarni yozib chiqasiz chap tarafga. Ana endi shuncha qurtchangiz bor ekan ichingizda, miyachingizda. Bunaqa qurtlar hammada bor. Va mana shu 100 taga yetkazing iloji bo'lsa, 100 ta bo'lmasa ham bo'laveradi. Endi siz qancha ko'p topsangiz shuncha yaxshi demoqchiman. Ana endi buni qandoq qilib transformatsiya qilib undan ketkazamiz. Endi o'ng tarafga qog'ozimizni o'rtasini chizib olamiz, chap taraf bu yoq, o'ng tarafga o'tamiz. O'tga har biriniga javob berib o'zgartirib chiqamiz. Misol uchun, agar meni pulim ko'payib ketsa, mendan hamma qarz so'raydi degan fikr bo'lsa, siz yozing. Men hammaga qarz berishni xohlamasam, bermayman. Mendan urib olib ketib qolmaydi. Bu meni cho'ntagimdagi pul. Yoki men o'sha pullarimga o'zim maqsadlarim bor. O'sha maqsadlarimga yo'naltirib qo'yaman bu pulni deb yozing. Yoki bo'lmasa, men shunaqangi boy bo'lib ketayki, mayli, qarindoshlarim hammasi pul so'rasa, mendagi pulni 1% ham
berganimda ular mazza qilib yuborsin, zato menda 99% qolsin. Mayli, o'sha 100% Alloh beryapti-ku menga. O'shani 1%ni mayli qarindosh urug'imga bersam, naborot narigi dunyoyimga, savobimga o'zimga asqotadi-ku. Chem umuman pulim yo'q deb bera olmayotgandan ko'ra, o'zimga ham yo'q bo'lgandan ko'ra ding. Ong bilan kelishing o'rtoqlar. Va mana shundoq tartibda transformatsiya qilib har birini yozib chiqasiz. Demak, 100 ta yozilgan narsani har biriga yozib chiqasiz. Ishoning, miyalaringizdagi qopqoqlar pliq etib ochiladi. Men mana shu texnikani qilganimdan keyin u ham olganman, mashina ham olganman. Aslida bu texnika pulga sotiladigan kurslarimizdan. Lekin men sizga buni bepul berdim. Agarda yana shunaqangi